Aka endi buningda liqima kigizninki uzunluğu qancha, to'g'risi qancha bo'ldi? Bunun hem de hozir asas aytayotganimiz uzunluğu 3 metr, 3 metr 10, 3 metr 20. Ha. To'g'risi 1 metr 50, 1 Ha. metr 60, 1 metr 70. Hmm. Qag'ini ama ihtiyacı varlar bizga hem şu zakaz qilganlar ihtiyojiga qarata manga mancha metrda mancha metr ya 2 metrda 1 metr 70 ya 3 metrda 1 metr 50 ya 1 metr 70 deydi. Ha. Anda uzunluğunu şu bitti, to'g'riliqini şu bitti qilib chiqarib yetkazib beramiz. Ana lekin bu kigizga ketadigan su rang ketadi deyildi Ha ekan. ha ha. Bu suv qanchalik ketadi, rang qanchalik ketadi, qanday rang ketadi, necha xil rang ketadi? Bunun hem de rang Hmm. hem de mana mavada hozir 3 xil, 4 xil, 5 xil rang var ekan. Ha. Bunun ishiltib qolib qolsa, hem de chiqim ko'tarib qolsa, Ha. bununla 8-10 xil rang var. Ha. Şunu salımız. Ha. Bizler hem de mevada muş ranglar işiltivatımız hem de. Ha. Bek hem de ma kigizini alilaştırıp, bunun kıymeti yukarılagan çağda, To'g'ri. qağa rangını aralashtirib, Ha. onu qilsak boludu. Ha. Biz hozir ehtiyoj qarta manda qilmasak hem de bunu ma'nın kilosu 500-600 koy. Ha. Ha. Hem aşoğlu'nun degini boyunca o xaridar narazı qilib qo'ysak, ma'nın kishini pul qatqin desek, Ha. daha o sal qimmatlab qoldi deydi. Biz ma'ni ortiq sala desek, bizni ishlab chiqargan kuch ishlarimizga toza Muvofiq bizniki bo'lmaydi. muvofiq bo'lmay qolib